O'zbek shou-biznesi olamida o'z o'rniga ega bo'lgan taniqli aktrisa Aysanim Yusupova ayol qalbi ko'rsatuvida san'atdagi barcha haqiqatlarni ommaga oshkor qildi. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabin. Kanalimizga xush kelibsiz. Video roligimiz ostida bir dona like hamda podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yishni yodingizdan chiqarmang. Aktrisa Aysanim Yusupova o'zining shaxsiy hamda qiziqarli hayoti bilan ko'pchilik muxlislarini qiziqtirib qo'ydi. San'atga bo'lgan muhabbat Aysanimxon uchun oilaviy orzularning davomidir. U motivatsiyani hamon onasidan olishini aytdi. Aslida onam san'atkor bo'lishni orzu qilgan, ammo oilada bitta qiz bo'lgani sababli ruxsat berishmagan. Kichkinaligimdan agar san'at yo'nalishini tanlasang, men bundan xursand bo'laman derdi. Faqat sen eng zo'ri bo'lishing kerak. O'rtamiyona san'atkor bo'lish juda qiyin deb aytgan doim onam, deydi aktrisa. Uning aytishicha, onasi hamisha barcha premyeralarga keladi va ta'sirlanib yig'lab o'tiradi. Ba'zida tanqid ham qiladi va hali ko'p o'rganishi kerak bo'lgan narsalar borligini doimo ta'kidlaydi. Aysanimxon maktabni a'lo baholarga bitirgan va yuridik kollejga kirishga qaror qilgan. Agar kira olmaganimda madaniyat yo'nalishida topshirmoqchi bo'lganman, lekin o'qishga kirganman. Kollejda birinchi kursda o'qib yurgan paytimda san'atga ilk bor qadam qo'yganman. Vokaldan 4 yil dars olganman kollejda o'qigan vaqtlarimda, deydi aktrisa. Birinchi taklif rejissyor Hilol Nasimovdan bo'lgan. Hayot filmiga kasting o'tkazayotganda men yo'lakda ko'rib qolganlar. So'ng qayerda va qaysi yo'nalishda o'qishimni so'rab, kastingga taklif qilganlar. Bu 2017-yilda edi. Mashhurlikka tez erishgan aktrisa bu holatni katta mas'uliyat deb biladi. Bu menga juda katta mas'uliyat yukladi. Ishimga yanada jiddiyroq qarashimga to'g'ri keladi. Yoshlar menga ergashishini o'ylab, noto'g'ri yo'nalishni ko'rsatib qo'ymay deb harakat qilaman, deydi aktrisa. Shuningdek, aktrisa ko'plab davlat filmlarida rol o'ynagan, biroq aksariyat hollarda unga murakkab obrazlar to'g'ri keladi. Har gal qiyin syomkalarga to'g'ri kelib qolaman, chunki menga yuklatilgan rol oson bo'lmaydi. Balki men qiyinchiliklarga ochiq bo'lganim uchun ham shunday syomkalar duch kelar. Uning uchun eng qiyin loyihalardan biri O'zbek qizi filmi bo'lganini aytib o'tgan. Juda qiynalganman. So'nggi suratga tushish jarayonlarida hatto stressga ham tushganman. Suratga olish juda uzoq davom etdi. Oilam bilan boshqa davlatda 2 oy yashadik. Ko'p jarohatlar olganman, lekin bu orzuyimdagi rollardan biri edi. Aysanimxon intervyuda hayot unga katta dars berganini, odamlarga ishonchi yo'qligini ta'kidladi. Muallimdan ko'ra hayot juda zo'r dars berib qo'yarkan. Aynan shu jarayondaman. Siz ishongan odamlar har doim ham siz o'ylagandek bo'lib chiqmas ekan. Sizni kichik sirlaringizni biladigan yaqinlaringiz sizga zo'r dars berib ketarkan. Keyin sergak, ehtiyotkor bo'lib qolarkansiz. Shu sababli odamlarga bo'lgan ishtiyoqim sustroq, deydi aktrisa. Aktrisaning shaxsiy hayotga bo'lgan munosabati ham keskin. Men kechirmayman va kechib ketaman. Bir marta xiyonat qilgan inson yana xiyonat qiladi, deydi aktrisa. Aysanimxon har qanday filmda rol o'ynashga rozi bo'lavermaydi. U uchun bir qancha jihatlar juda muhimdir. Albatta, partnyorlarim kimligini so'rayman. Agar o'zim tanigan, bilgan insonlar bo'lsa rozi bo'laman. Partnyor masalasi bu siz uchun 50% mehnat degani. Eng maza qilib ishlaydigan partnyorlarim bu Shohrux Hamdamov va Fotih Nasimovlardir. Aysanimxon va Shohrux Hamdamovning partnyorlik rollarida ijrolaridan so'ng muxlislar ularni bir-biriga juda mos ekani haqida juda ko'p izohlar yozishdi. Intervyuda aktrisa bu mavzuga ham to'xtaldi. Shohrux bilan ancha yillardan beri do'stmiz. Film va kliplarda ko'p rol ijro qilganimiz uchun muxlislar bizni yaxshi qabul qilishgan. San'atkor bo'lish doimiy e'tibor va g'iybatlarga sabab bo'lishi aniq. Aysanimxon bu holatga ham xotirjam qaraydi. Men tanqid, g'iybatlar kim tomonidan aytilyapti, shunga qarayman. Meni boshqa shuncha ishlarim bor. Nega meni yomon ko'radigan insonlar uchun vaqt sarflashim kerak? Axir meni yaxshi ko'radigan yaqinlarim, muxlislarim ko'p-ku, deydi Aysanim. Shu kasbni tanlab turmushga chiqmaganimdan afsuslanaman, lekin men hali yana ijod qilishim kerak. Yuqori cho'qqilarga chiqishim kerak. Agar bo'lajak turmush o'rtog'im ishingni yig'ishtir desa, o'zimga savol berar edim. Shuncha mehnatim ota-onamning meni o'qitgani shu inson uchun arziydimi? Agar haqiqatdan arziydigan inson bo'lsa, ishimni yig'ishtirardim, deydi aktrisa. Aysanim bolalik paytlarida juda ko'p ajratishardi. Intervyuda aktrisa bolalik xotiralari haqida shunday eslaydi.
Maktabda ham, bog'chada ham, hatto dugonalarim ham meni ajratardi. Ammo sababini bilmayman. Bunga ko'nikkanman. Eng yaqin do'stim onam va singlim, deydi aktrisa. Aysaning yonida suyana oladigan, qalqon bo'la oladigan, uni qo'llab-quvvatlaydigan va orzulariga erishishda ko'maklashadigan insonni orzu qilayotganini aytdi. Shuningdek, kelajakda akademiya ochishni rejalashtirayotganini ham bildirgan. Men har doim yoshimga nisbatan ancha ulg'ayganman. Ozmi ko'pmi qiyinchiliklarni bosib o'tdim. Nohaq tuhmatlar bo'lgach odam o'ylab qolarkan. Atrofga qarasangiz tengdoshlaringiz o'ynab kulib yuradi. Men bolaligim ham qiyinroq o'tgan. Yaqinlarimning qiyinchiliklari ham bunga sabab bo'lgan. Qalbim aqlimga nisbatan ojiz. Ko'pincha ko'nglimga tayin ish qilganimda yutqazaman deb o'ylayman. Agar aqlim bilan ish qilganimda unaqa bo'lmasdi deyman. Aslida inson 70% aqlga, 30% qalbga tayanishi kerak, deydi aktrisa. Hurmatli tomoshabin, video roligimiz ostida bir dona like tugmasini bosib qo'yishni hamda ushbu video roligimiz Aysanimning muxlislariga yetib borishi uchun o'z hissangizni qo'shishni yodingizdan chiqarmang. Shuningdek, Aysanimning muxlislari Shohrux Hamdamovning nikoh to'yidagi rasmlar ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgandan so'ng uning Amerikaga ko'chib ketish niyati borligini, ularning o'rtalarida sevgi muhabbat borligini taxmin qilishgan edi. Bu haqda Aysanim ijtimoiy tarmoqlarda hech qanday izoh hamda ma'lumot yozib qoldirmagan. Shunchaki Shohrux Hamdamov bilan do'st bo'lishganini, ijodiy partnyor ekanliklarini aytib o'tgan.